sohib falonini hech narsasi yo'q edi, shu ikkitagina avlodini zariyasidan buruz mashalloh xeyli pulga va sarmoyaga eshittirgan. Ammo ikki avlodini bir so'rab ko'ring siz, yemagan shalloqni boshlariga yegan, ko'rmagan nuqtahoy zaminni bular ko'rgan, jonlarini ham qo'lini kaflariga olgan, kasnokaslarda tavhin va tahqirlarini eshitgan, nuqta va nuqtahoy zaminga kishvar va kishvar safar qilgan. Buruz alhamdulillah qo'liga ham sarmoyasi bor, menotgan mo'tari ham yaxshi, izzat va obro'lari ham jamiyaning ichiga yaxshida. Natija nimada? Taloshida, zahmatida, kasb korida. Mavlono Ilyos rahmatullohi alayhi aytdilarki, bir kishi masjidning ichiga Alloh Alloh deydi va bir kishi digar lahza ba lahza turib namoz o'qiydi va bir kishi digar har lahza bir varaqa Qur'on azim shanda oshiradi, ammo muqobiliga bir bechora karochini ustiga piyozginasi va kacholisi qo'yilgan, har bir ovoz chiqargan pillasiga kacholu piyozni qiymati mana shuncha bo'ldi, olmaysizmi deydi. Ikkovini ham ajri savobga Alloh taoloning oldiga birday deb aytdilar. Hech bir inson talosh, kasb, kor, ish bu narsadan nima qilmasin? Or naboyat qilsa, anbiyohoy ilohiy Alloh taoloning payg'ambarlaridan eng ulul azm payg'ambar birtasi Davud alayhisolatu vassalom ohangarlik qiladi, qo'llari yarilib ketgan edi. Bir ro'zda yedilar, ikkinchi ro'ziga iqtisodi yaxshi bo'lsa ibodat qiladi, uchinchi ro'ziga past ishlaydi, yana bir ro'zi bekorliklariga nima qiladi? Ibodat qiladi Allohi taolo. Imomi buzurg Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh hamma kishi bu kishini otlariga iftixor qiladi, bazzozlik qilgandilar, tijorat qilgandilar. Musa alayhisolatu vassalom Ko'hiturga Robbil alamin bilan bedun vositay Hazrati Jibril amin gapirishdi. Ana shunday shaxsiyat matni Qur'onga ishora bo'ladi. 10 yil nima qilgandilar? Cho'ponlik qilgandilar. Bu darralarga, dasht biyobonlarga, gargi o'chkilarni kechidan chunday bir chofalagan, zahmat qilganki, o'zi nimada? Anbiyoy ilohiyda. Nima uchun or qilasiz? Nima uchun nang qilasiz? Valo sohib ishlarni ichiga bir ishni qo'pala qo'shim kelmaydi. Shu gachkorlik degan narsadan qo'shim kelmaydi. Nima uchun? Valo bir ishi kasb bo'ladi degan. Ammo oqshomgacha lof va qof uradi ko'chalarga, o'yiga oqshom borgan pillasiga dasturxon ustiga bir to'ta qursin non yog'ini sog'ra. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlih. O bandalar, zamoniki namozni o'qidinglar, hamisha va hamisha masjidning kunjiga kirib yotmang, rizqni Xudo berar ekan deb. Hamisha sohib Alloh o'zi rozi qilgan ketirib beradi deb yotmang deydi Qur'onga. Fantashiru fil ardi. Zamini ilohiga tit bo'linglar va bitag'u min fadlih. Allohi taolo fazlidan, iqtisodidan, sarmoyasidan, rizqi ro'zisidan talab qiling undan so'ra. Hamisha va hamisha bandani mas'uliyati dindorlik, namoz o'qimoq, Qur'on o'qimoq, xonaqoga kirib yotmoq emasdi. Allohi taolo ikkinchi juzga bizlarni mas'ul qaror beryaptiki, talosh qil, zahmat qil.